Endi bemalol shamoldan elektr energiya olishimiz mumkin. Shamol ko'p bo'ladigan joydagi yashaydigan tanishlarga videoda jo'natib qo'yasizlar. Shamol generatori haqida hali hech kim videorolik qilmagan, shunga like tugmachasini bosib qo'ying va bizning kanalimizda har kuni hech kimda chiqmagan shunaqa foydali ma'lumotlarni ko'rishda davom etasizlar. Like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Tomiga o'rnatib olsa, bemalol mana shundan elektr energiya olib foydalanishlik mumkin. Buni solnechniy paneldan bitta plyus tomoni, kechqurunda ham shamol bo'lsa agar ishlayveradi. Minus tomoni, shamol yaxshi bo'lganda elektrni ko'proq chiqaradi, shamol sekinroq bo'lganda elektr energiya tushib ketishligi mumkin. Shuni hisobiga bu yerda ya'ni shamoldan kelayotgan energiyani elektr energiyaga aylantirib beruvchi invertor joylashgan. Bundan keyin siz yoki akkumulyator yoki generatorni qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Chunki shamoldan olayotgan elektr energiyangizni taqsimlab beradigan o'rtada akkumulyator yoki bir generator qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, sizni uydagi ishlatayotgan jihozlaringizga zarar yetmaydi. Bu ko'rib turgan shamol generatori qaranglar, 2 kilovatli bo'ladi. Buni siz bemalol tomga yoki bir shamol ko'p bo'ladigan balandlik, tepalik joylarga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni soatiga 2 kilovat elektr energiya chiqarib bera oladi. Narxlari o'rtacha 17 million so'm atroflarga to'g'ri kelar ekan. Mana shuni o'rnatish xudo xolasa menimcha tez orada arzonlaydi, chunki solnechniy paneldan boshida qimmat bo'lgan, 1 kilovatda 13 million so'm to'g'ri kelgan. Hozirda narxlar arzon. Buni ham albatta narxlari arzonlaydi degan umiddamiz. Shamol generatori haqida sizning fikringiz qanaqa? Shu haqida ham kommentariyada yozib qoldiring, mutaxassis bo'lsangiz. Chunki kommentariyaga biz obunachilarimiz kirib, bu haqida yana to'liqroq ma'lumotlar olib o'tishadi. Bizning kanalimizga mehmon bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar va klass tugmachasini bosib qo'yinglar, like tugmachasini. Biz har kuni sizlarga shunaqa foydali ma'lumotlar yetkazishga davom etamiz.